Do'stlar, hozir men Andijonning Qoq markazi Lensi ko'chasidaman. Bu yerga Global Consulting jamoasini yangi ofisi ochilgan. Hozirlar bilan birgalikda bu ofisni obzor qilib ko'ramiz. Ketdik. Endilikda bu yerda nafaqat konsultatsiya beriladi, balki undan tashqari koreys tili darslari ham bo'lib o'tadi. Resepsiyonga kirishimiz bilan bu yerda Global Consultingda qilgan natijalari turadi, ya'ni Koreyaga vizasi chiqqan bolalar. Sizlarga ham mana shularning qatorida bo'lish nasib qilsin deb biz ikkinchi etaja ko'tarilamiz. Ketdik. Ikkinchi qavatimizda bo'lsa, ko'rib turganlaringizdek talabalarga shunaqa darsdan tashqari dars qilish uchun sharoitlar ham yaratilgan. Orqada bo'lsa, mana hozirda talabamizga konsalting xizmati berildi. Bu yoqda call center xonasi, u yoqda hujjat topshirish xonasi. Sizlar bilan birgalikda bu xonalarga ham kirib chiqamiz. Call center xonasida hammasi ayol kishi bo'lgani uchun yaxshi u yerga kirmaymiz. Hozirda 10 dan ortiq xodimlar ishlashadi va bizda yagona aloqa markazi bor. Telefon raqamlarini qoldiraman. Telefon qilsanglar sizlarga bemalol ajdaniga tushmaysizlar yoki zaryad tushmaysizlar. Qolgan paytlar telefon qilib bemalol ma'lumotlar olishinglar mumkin. Hozir endi sizlarda asosiy ish bajariladigan o'sha maxfiy xonamizga olib kiraman. Ketdik. Bu yerda o'sha talabalarning taqdiri hal bo'ladigan xonamiz, ya'ni talabalarning hujjatlarini olib uni Koreyaga jo'natishadi. Ko'rib turibsizlar, 7-8 ta xodim avjini olib ishlashyapti. Bu yerda hujjatlarga e'tiborlarni qaratinglar, juda ham ko'pchilik studentlarning hujjatlari qabul qilingan. Mana bu yerda bitta ukamiz hujjatlarini topshiryapti-kan. Menimcha bu savolning javobi sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Abror xo'ja bir kunda nechta o'quvchini qabul qilib, nechta o'quvchi bilan shartnoma qilasizlar? Xo'p, aka, bir kunda o'zida kerak bo'lsa 20 ta talaba ham konsultatsiya olib ketish mumkin. Hujjat topshirish bo'yicha keladigan bo'lsak, o'rtacha 10 ta, 12 ta talabalar bilan shartnoma tuzamiz o'rtacha. Natijalar qanaqa natijalar? Hozir bu talabalarimizni universitetga registratsiya jarayoni ketyapti. Hozir ko'ryapsiz, bu hujjat bo'limi. Bu yerda hujjatlar 0 dan tayyorlanib, universitetlarga joylanadi, registratsiya qilinadi, vizagacha ham shu yerda tayyorlaymiz va Koreyaga pochtani ham shu yerda qilamiz aka. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Ushbu Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa, o'quvchilardan qabul qilgan hujjatlarimizni natijalari bilan ham ularni aeroportga olib chiqib kuzatganlarimizni ham joylab boramiz. Kuzatishda davom etinglar.